Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi bizning mavzuimiz determinant va uning xossalari. Bugun biz siz bilan determinant tushunchasiga to'xtalamiz va uning xossalarini o'rganib chiqamiz. Keling dastlab determinantga ta'rif beraylik. Ta'rif. N'inchi tartibli a kvadrat matrisaning elementlaridan ma'lum bir qoida asosida hosil qilingan son n'inchi tartibli determinant deyiladi. A kvadrat matrisaning determinanti odatda bu ko'rinishda yoziladi. Demak, determinant umumiy ko'rinishi n'inchi tartibli determinantni A matrisaning determinanti mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, determinantning AIJ determinantning elementlari, demak, birinchi satr birinchi ustunda turibdi A1 2, birinchi satr birinchi ustun. Demak, mana determinantdagi I yo'l determinantning i'inchi satri, J ustuni esa J'inchi ustuni deyiladi. Keling endi ikkinchi, uchinchi va yuqori tartibli determinantlarning qiymatini hisoblashga to'xtalaylik. Dastlab ikkinchi tartibli determinant. Ikkinchi tartibli determinantning qiymati quyidagi forma orqali aniqlanadi. Demak, 2 ga 2 matrisaning determinanti bu diagonal bosh diagonali elementlari va qo'shimcha diagonal elementlar ko'paytmasi ayirmasiga teng. Keling shunga doir misol ko'raylik. Misol uchun mana bu 2 ga 2 determinantning qiymatini hisoblash talab qilingan bo'lsin. Demak, bosh diagonal elementlari 2 va 2 ko'paytiramiz. Ayirma qo'shimcha diagonal elementlar 3 va 1. 3 ko'paytirilgan. 3 ko'paytirilgan 1. Qiymatni hisoblaydigan bo'lsak 4 ayirgan 3 teng 1. Demak, bu determinantimizning qiymati 1 ga teng. Endi 3-tartibli determinantni hisoblashga keladigan bo'lsak, 3-tartibli determinant esa quyidagi forma orqali hisoblanadi. Demak, dastlab bosh diagonal elementlarini olamiz. A1 1, A2 2, A3 3 ko'paytmasi plus A2 1, A3 2 va A1 3 elementlar ko'paytmasi plus yana A1 2, A2 3, A3 1 ko'paytma. Endi qo'shimcha diagonalni esa minus ishora bilan olamiz. A1 3, A2 2, A3 1. Minus bilan A1 2, A2 1, A3 3. Minus bilan A2 3, A3 2, A1 1. Minus bilan. Bu formulani eslab qolish uchun quyidagi sxemadan foydalansak ham bo'ladi. Demak, bu uchburchak qoidasi deyiladi. Demak, mana bu uchburchaklar kesmalar bilan tutashtirilgan har bitta nuqta determinantning elementlari deb tasavvur qiladigan bo'lsak, u holda har 3 ta element tutashtirishdan hosil bo'lgan chiziqlar, mana bu elementlar ko'paytiriladi. Demak, birinchi plus ishora bilan olish kerak. Bosh diagonal elementlari, 3 ta element ko'paytmasi va mana bu uchburchakning uchlarida joylashgan elementlar ko'paytmasi. Minus ishora bilan olish kerak. Qo'shimcha diagonalda joylashgan elementlar ko'paytmasi va mana bu uchburchak uchlarida joylashgan elementlar ko'paytmasi. Keling endi 3-tartibli determinantni hisoblashga doir misol ko'raylik. Deylik, misol 1 2 minus 1 0 3 4 1 2 1. Mana bu determinant qiymatini hisoblaydi. Demak, uchburchak qoidasidan foydalanadigan bo'lsam, dastlab determinant bosh diagonal elementlarini olaman. Bosh diagonal elementlar 1 3 1 ko'paytiraman. 1 3 1 plus uchburchakning uchlaridagi elementlar 0 2 minus 1 ko'paytiraman. 0 2 minus 1. Yana plusda 2 4 1.
2, 4, 1. Minus qo'shimcha diagonal elementlari minus 1, 3, 1. Minus 1, 3, 1. Minus 2, 0, 1. 0, 1. Minus 4, 2, 1. 4, 2, 1. Ifodaning qiymatini hisoblaymiz. Bu ko'paytmaning qiymati 3. Bu ko'paytmaning qiymati 0. Keyingi ko'paytmaning qiymati 8. Keyingi ko'paytmaning qiymati minus 3. Oldidagi minus ishora bilan plyusga aylanadi. Plus 3. Keyingi ko'paytma 0 va keyingi ko'paytma 8. Hisoblashni bajarsak qiymat 6 ga teng. Demak, mana bu 3-chi tartib determinant qiymati 6 ekan. Endi keling determinantning minori tushunchasini kiritaylik. Determinantning minori deganda nimani tushunishimiz kerak? I-chi satr va j-chi ustunni o'chirishdan hosil bo'lgan ikkinchi tartibli determinantga uchinchi tartibli determinantning minori deyiladi. Misol uchun, mana birinchi satr va birinchi ustunni o'chirsak, birinchi satr va birinchi ustunni o'chirsak, qoladi nima? A2 2, A2 3, A3 2, A3 3. Yoki bo'lmasa birinchi ustun va ikkinchi satrni o'chirsak, birinchi ustun, ikkinchi satr. Qoladi nima? A1 2, A1 3, A1 2, A1 3 va ikkinchi satr o'chgan, birinchi ustun o'chgan. Qoladi uchinchi satrdan A3 2, A3 3, A3 2, A3 3 va shunga o'xshash minorlar hosil qilinadi. Endi determinantning algebraik to'ldiruvchisiga ta'rif beraylik. Determinantning algebraik to'ldiruvchisi deganda nimani tushunishimiz kerak? Demak, A, I, J elementning algebraik to'ldiruvchisi de, agar I va J yig'indilar juft bo'ladigan bo'lsa, musbat ishora bilan, agar I plus J toq bo'ladigan bo'lsa, manfiy ishora bilan olinadigan A, I, J quyidagi ko'rinishdagi ifodaga aytiladi. Demak, misol uchun A2 1 qaraydigan bo'lsak, 2 ga 1 ni qo'ysak 3 bu toq, demak manfiy ishora bilan olish kerak. 2-birinchi minorining oldiga minus ishora qo'yamiz. Hosil bo'ladi minusda A1 2, A1 3, A3 2, A3 3. Demak, bu determinantning to'ldiruvchisi algebraik. Keling endi determinantning asosiy xossalariga to'xtalaylik. Birinchi xossa, determinantning barcha satrdagi elementlarini mos ustun elementlari bilan almashtirsak, uning kattaligi o'zgarmaydi. Demak, bunga misol ko'radigan bo'lsak, misol uchun keling oldingi misolimizdagi determinantni qaraylik. 1 2 minus 1 0 3 4 1 2 1 degan determinant. 1 2 minus 1 0 3 4 1 2 1 determinant. Mana bu determinantning satrli va ustunlarini almashtiraylik. Natijada hosil bo'ladi yangi determinantimiz. Mana bu determinant qiymatini hisoblaymiz. Demak, bu determinantning qiymati yana uchburchak usulidan foydalanayotgan bo'lsak, 1 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 1. Ko'paytmamizning qiymati 3 ga teng. Plus
2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 1. 2 ga 4 ni ko'paytirsak 8, yana 1 ga ko'paytirsak 8 plus 0 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan minuslar. Ko'paytiramiz qiymati 0 minus 1 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan minuslar. Ko'paytiramiz qiymati minus 3. 0 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytiramiz qiymati 0. 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytiramiz qiymati 8. Ifodani qiymatini hisoblaydigan bo'lsak 8 va minus 8 deyishib ketadi. 3 minus 3 oldagi minus ishora bilan plyusga aylanib 3 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 6. Mana oldingi misolimizda ko'rganidek determinantning o'zining qiymati ham 6 edi. Satr va ustunlarini almashtirishimizdan hosil bo'lgan yangi determinantning qiymati ham 6 ga teng. Ikkinchi xossa ikkita satr yoki ustunni o'zaro almashtirishdan determinantning qiymati faqatgina ishorasiga farq qiladi. Mana bu holatda demak mana birinchi satr va uchinchi satr o'rnini almashtirdik va natijada ishora faqatgina minusga farq qildi. Keling buni ham misolda ko'raylik. Yana shu determinantimizni qaraylik. Keling. Mayli, birinchi satr va ikkinchi satr o'rnlarini almashtiraylik. Birinchi va ikkinchi satr o'rnlarini almashtirsam 0 3 4 1 2 minus 1 1 2 1. Mana determinantimizning qiymatini hisoblaylik. Boshlangan elementlar 0 2 1 ko'paytma 0 plus uchburchak uchlaridagi elementlar 1 2 4 ko'paytma 8 plus 3 minuslar 1 ko'paytma minus 3 minusdan qo'shimcha deganlar 4 2 1 ko'paytma 8 minuslar 3 1 1 ko'paytma 3 minuslar 2 0 ko'paytma 0. 8 deyishib ketadi desak, minus 3 ga qo'shadigan bo'lsak minus 2 minus 6. Demak biz hisoblagandik, dastlabki determinantimizning qiymati 6 edi. Birinchi va ikkinchi satr o'rnini almashtirdik, natijada determinantimizning qiymati minus 6 chiqdi. Keyingi uchinchi xossa ikkita bir xil satr yoki ustunli determinantlarning kattaligi 0. Keling bunga doir misol ko'raylik. Determinant berilgan. 2 1. Faraz qilaylik, ikkinchi va uchinchi satrlar bir xil elementlardan tuzilgan bo'lsin. 0 1 1. Determinantning qiymatini hisoblaymiz. Boshlangan elementlar 1 1 1 ko'paytma 1 plus uchburchak uchlaridagi element 0 1 1 ko'paytma 0 plus 2 1 0 ni ko'paytma 0 minus qo'shimcha diagonalar 1 1 0 ko'paytma 0 minus va 1 1 1 ko'paytma 1 minus 2 0 1 ko'paytmamiz 0. İfodani qiymatini hisoblaydigan bo'lsak 0 chiqadi. Demak, agar determinantimizda satr, ikkita satr yoki ustun bir xil bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri aytishimiz mumkinki, determinantning qiymati 0 ga teng. Keyingi xossamiz determinantning biror satr yoki ustunini hamma elementlarni m soniga ko'paytirsak, uning kattaligi m soniga ko'payadi. Keling yana o'sha dastlabki o'zimiz olgan misolga qaraylik.
determinantimizning qiymati 6 edi. Mana bu determinantning keling ikkinchi satrini o'zgarmas 3 ga ko'paytiraylik. U holda hosil bo'ladi determinant 1 2 minus 1 3 ga ko'paytirsak 0 9 12 1 2 1. Mana bu yangi determinantning qiymatini hisoblaymiz. Demak, bosh diagonal elementlar 1 9 1 ko'paytma plus 0 2 minus 1 ko'paytma 0 plus 2 12 1 ko'paytma 24 minus 1 9 1 ko'paytmamiz minus 9 minus 12 2 1 ko'paytma minus 24 0 2 1 ko'paytmamiz 0. ifodaning qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, demak 24 deyishib ketadi. Minus va minus 9 plusga aylanib, bu 9 bilan qo'shiladi va natija 18. Dastlabki determinantimizning qiymati 6 edi. Ikkinchi satrini 3 marta orttirganimizdan keyin determinantimizning qiymati 18, ya'ni 3 marta ortdi. Endi keyingi xossaga to'xtaladigan bo'lsak, determinantning ikkita satri elementlar o'zaro proporsional bo'lsa, uning kattaligi 0 ga teng. Keling, determinant yozaylik. Ikkita satri o'zaro proporsional bo'lgan. 3 keling, uchinchi satri birinchi satr bilan o'zaro proporsional bo'lsin. 2 4 6. Mana determinant qiymatini hisoblaymiz. Demak, bosh diagonal elementlar 1 6 ko'paytma 6 ga plus 0 4 3 ko'paytma 0 ga plus 2 minus 1 2 ko'paytma minus 4 minus qo'shimcha diagonal elementlar 3 1 2 ko'paytma 6 ga minus 1 4 1 ko'paytma minus 4 0 2 6 ko'paytma 0. ifodani soddalashtirib qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, 6 va 6 yeyishib ketadi. Minus 4 ayrilgan minus 4 bilamizki bu ham 0. Demak, ifodaning qiymati 0 ga teng. Mana bu misoldan ko'rib turamizki, agar satrlar proporsional bo'lsa, determinantning qiymati 0. Keyingi xossamiz, determinantning kattaligi biror satri yoki ustuni elementlarni unga mos algebrak to'ldiruvchilariga ko'paytirib qo'shilganiga teng. Demak, bu xossadan foydalanib yuqori tartibli determinantlarning ham qiymatini hisoblash mumkin. Yoki bo'lmasa determinantning qiymatini hisoblash yana bir usuli. Keling, bunga doir misol qaraylik. Yana shu determinantimizni qaraylik. Keling, dastlab determinantning algebrak to'ldiruvchilarini hisoblaymiz. Demak, A 1 minus 1 darajasida 1 plus 1 determinant. Demak, birinchi satr
ustun va birinchi satrni o'chiradigan bo'lsam, birinchi ustun va birinchi satrni o'chiradigan bo'lsam, qoladi nima? 3, 4, 2, 1. Bu 2 ga 2 determinantning qiymati minus 1 ning kvadrati musbat plus bo'lganligi uchun 3 ko'paytirilgan 3 minus 4 ko'paytirilgan 2 8 teng minus 5. A 1 2 minus 1 darajasida 1 plus 2. Demak, birinchi satr va ikkinchi ustunni o'chiramiz. Birinchi satr va ikkinchi ustun. Qaysi elementlar bo'ladi? 0, 4, 1, 1. Minus 1 ning kubi minus ishora 0 ni 1 ga ko'paytirsak 0, 4 ni 1 ga ko'paytirsak 4. Ifoda bu 4. Keyingi A 1 3 degan ko'ndiruvchimiz minus 1 darajasida 1 plus 3 determinant. Demak, birinchi satr va uchinchi ustunni o'chiradigan bo'lsa, qoladi nima? 0 3 1 2. 0 3 1 2. Minus 1 ni darajasida 4 juft daraja ishora plusdan 0 ni 2 ga ko'paytirsak 0 ayram 3 dan 1 ni 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3. Ifodaning qiymati minus 3. Endi keling algebra to'ldiruvchisi yordamida determinantimizni qiymatini hisoblaylik. Demak, determinantimizni o'zini yozib olamiz, berilishini barobar. Endi birinchi satr bo'yicha determinantni yo'yamiz. Ya'ni birinchi satrning birinchi elementini olamiz 1. Ko'paytirilgan uning algebra to'ldiruvchisi. Uning algebra to'ldiruvchisi nimaga teng? Algebra to'ldiruvchisi minus 5. Minus 5. Plus birinchi satrning ikkinchi elementi 2 ko'paytiramiz. Uning algebra to'ldiruvchisi nima edi? Uning algebra to'ldiruvchisi 4. Ko'paytiramiz 4. Plus keyingi uchinchi elementimiz minus 1. Minus 1 ko'paytiramiz. Uning algebra to'ldiruvchisi. Uning algebra to'ldiruvchisi minus 3 edi. Minus 3. Mana bu ifodamizning qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, demak 1 ni minus 5 ga ko'paytirsak, minus 5 plus 8 plus minus 1 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 3. Ifodamizning qiymati 6. Demak, bu holatda determinantning qiymatini birinchi satr bo'yicha yo'yib hisoblagan bo'lamiz. Determinantimiz qiymati 6 ekan. Keyingi 7-chi xossa, agar determinantning biror satr yoki ustunning har bir elementi ikkita qo'shiluvchidan iborat bo'lsa, u holda bu determinantni ikkita determinantning yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin. Demak, birinchi mana bu misolimizda birinchi satr ustun ikkita qo'shiluvchidan iborat. A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Demak, buni ikkita determinantni yig'indisi ko'rinishida yozishimiz mumkin. Va keyingi 8-chi xossamiz determinantning biror satr yoki ustuni elementlariga boshqa satr yoki ustun elementi 0 dan farqli bo'lgan ko'paytuvchiga ko'paytirib qo'shilgan bo'lsa, uni qiymati o'zgarmaydi. Demak, mana bu holatda birinchi ustunga ikkinchi ustun elementlarni lambda songa ko'paytirib qo'shilgan. Endi 3-tartibli determinantni hisoblashning yana bir usulini ko'raylik. Demak, 3-tartibli determinant berilgan bo'lsa, uning dastlabki ikkita ustunni yoki ikkita satrini olamiz. Keling, hozirgi holatda ikkita ustunni olamiz va 3-ustunni davomidan yozamiz. Va bosh diagonallarni tutashtirib chiqamiz. Bosh diagonal va unga parallel chiziqlarni. Bu chiziqning ustidagi elementlarni ko'paytirib plus ishora bilan olamiz va qo'shimcha diagonal elementlari va unga parallel chiziqlarni tutashtiramiz. Uning ustidagi elementlarni ko'paytirmasini minus ishora bilan olamiz. Keling, bunga doir
misol ko'raylik. Mana shu 3 ga 3 determinantimizni hisoblaylik. 3-tartibli determinantimizni. Dastlabki ikkita ustunni olaman va 3-ustun davomida yozaman. 1 0 1 2 3 2. Bo'shlagan elementlarni tutashtiraman. Demak 1 3 1. Ko'paytiraman. 1 3 1. Va unga parallel bo'lgan chiziqlarni olaman. Demak 2 4 1. 2 4 1 plus minus 1 0 2. Endi minus ishora bilan qo'shimcha diagonal elementlari. Minus 1 3 1. Minus unga parallel bo'lgan chiziqlar. 1 4 2. Minusdan yana unga parallel 2 0 1. Yana ifodani qiymatini hisoblaymiz. Demak, birinchi ko'paytma 3 ga teng. Plus ikkinchi ko'paytma 8 ga teng. Uchinchi ko'paytma 0 minus minus 1 ni 3 ga ko'paytirsam minus 3 1 bilan minus 3. Oldagi minus ishora bilan plusga nima? 3 minus keyingi ko'paytma 8 minus 0. Demak 8 ish ketadi. 3 ga 3 ni qo'shsa 6. Determinantimizning qiymati 6 ekan. Demak, diagonal usuli bilan determinant qiymatini hisobladik. Endi agar determinantimiz 3-tartibli emas, keling yuqori tartibli determinant bo'lsa, misol uchun 4-tartibli determinant bo'lishi mumkin. Yuqori tartibli determinantni hisoblash uchun nima ish qilamiz? Demak, determinantning 6-xossasidan foydalanib, uning tartibini pasaytirib olamiz. Ya'ni agar u 4-tartibli determinant bo'ladigan bo'lsa, biror bir satr yoki ustun bilan yordamida yoyib, uni 3-tartibli yoki 2-tartibli determinantga tushirib olish mumkin. Keling bunga doir misol ko'raylik. Determinant berilgan bo'lsa, keling 4-tartibli determinant. Mana bu determinantning qiymatini hisoblash talab qilingan bo'lsa, keling mana bu determinantimizni 3-ustun bo'yicha yoyib chiqaylik. 3-ustun bo'yicha yoyamiz. 3-ustunning birinchi elementi bu minus 1. Ko'paytirilgan uning algebrik to'ldiruvchisi. Demak, minus 1 ning elementimiz birinchi satr va 3-ustunda turibdi. Shu sababdan minus 1 darajasida 1 plus 3 determinant. Endi birinchi satr va 3-ustunni o'chirsak, birinchi satr va 3-ustunni o'chirsak, qoladi nima? 0 1 va
1. Keyingi satrda 1, 0 va 2. Keyingisi 1, 1, 1. Plus. Keyingi elementi 1. Demak 1 ko'paytirilgan uning algebra keltiruvchisi minus 1 darajasida bu. Ikkinchi satr 3-ustunda turibdi. Demak darajada 2 plus 3 determinant. Endi ikkinchi satr 3-ustunda chizadigan bo'lsak, qoladi nima? 1 2 1 1 0 2 1 1 va 1 plus. Keyingi 3-chi elementimiz bu 0 minus 1 darajasida. Demak, bu turibdi 3-chi satr 3-ustunda. Minus 1 darajasida 3 plus 3 determinant. 3-chi satr 3-ustunda chizadigan bo'lsak, qoladi nima? 1 2 1 yana 0 1 1. Demak, 3-chi satr 3-chi ustunda chizilgan. Qoladi 1 va plus. Va keyingi 4-chi elementimiz 0 minus 1 darajasida. Bu elementimiz turibdi 4-chi satr 3-chi ustunda. Darajada 4 plus. Determinant. Endi 4-chi satr 3-chi ustunda chizadigan bo'lsak, qoladi nima? 1 2 1 0 Endi mana bu har bitta 3-chi tartibli determinantning qiymatini hisoblab chiqamiz. Demak, dastlab ishorasiga qaraydigan bo'lsak, 1 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsam, 4 juft daraja. Demak, plus ishora bilan elementning o'zi minus edi. Bu ishora qiymatni minusga aylantiradi. Minus. Determinantning qiymatini hisoblaymiz. Mana hisoblab ko'raylik. Diagonal elementlar 0 0 1 ko'paytma 0. Keyingi unga parallel 1 1 1 ko'paytma 1 plus 1 2 1 ko'paytma 2 qo'shimcha diagonal 1 0 1 ko'paytma 0 keyin 1 1 1 ko'paytma 1 2 1 0 ko'paytma 0 plus ikkinchi qo'shiluvchimizga e'tibor beryapmiz. Minus 1 darajasi 2 plus 3 5 top, demak minusdan ishora elementning o'zi ham 1 edi. Demak minus 1 ko'paytirilgan determinantning qiymatini hisoblaymiz. Boshlaygan 1 0 1 0 ko'paytma 1 1 1 ko'paytmasi 1 plus 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytma qiymati 4 plus keyingi qo'shimcha diagonalimiz minus ishorasi. Demak 1 0 1 ko'paytma 0 2 1 1 ko'paytma 2 minus 2 minus yana ko'paytma 2 1 1 ko'paytma 2. Endi keyingi qo'shiluvchilarimizni determinantlarni hisoblashga hojat ham yo'q, sababi har bitta 0 degan ko'paytuvchi bo'lganligi sababli buni ko'paytmaning qiymati 0. 4-chi qo'shiluvchimizning qiymati ham 0 ga teng. Endi mana bu ifodaning qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, 1 1 ish ketadi, qoladi minus 2. Demak, ikkinchi qavsimizning ichi 1 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 5, 5 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak 1 minus 1.
bu barobar 3. Demak, dastlabki 4-tartib determinantimiz qiymati -3 ga teng ekan. Tamam. -3. Demak, bugun biz siz bilan determinant va uning xossalariga to'xtalib, va unga ko'ra bir qator misollar ko'rdik. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.